Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim, yangi yil bilan xalqim, barchangizni kirib kelgan 2000 yil bilan chin yurakdan tabriklayman. Lekin bugun men faqat tabrik aytib ketmoqchi emasman. Bugungi video juda muhim. Chunki yangi yil faqat dasturxondagi bayram, barcha chiroqlari va tabriklar emas. Yangi yil har bir oilaning puliga, sog'lig'iga, rejasiga, qarorlariga, farzandlar kelajagiga, ish va daromad masalasiga bevosita ta'sir qiladigan davrdir. Ko'pchilik 1 yanvarni oddiy sana deb o'ylaydi. Ammo men ko'p yillik kuzatuvlarimdan shuni bilaman. Yil boshida kim to'g'ri reja qilsa, kim xatolarini vaqtida ko'rsa, kim xarajat va qarz masalasini nazoratga olsa, o'sha odam yil davomida ancha xotirjam yashaydi. Aksincha bayram kayfiyatda hamma narsani unutib, keyin ko'ramiz deb yuradiganlar fevral-mart oylarida qarz, kommunal to'lov, sog'liq, ishdagi beqarorlik yoki oilaviy kelishmovchiliklar bilan yuzma-yuz keladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Bu ma'lumot hamma uchun muhim. Ota-onalar uchun ham, yoshlar uchun ham, tadbirkorlar uchun ham, oddiy ishchilar uchun ham, chet elda mehnat qilayotgan yurtdoshlarimiz uchun ham. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday foydali maslahatlar har bir oilaga kerak bo'ladi. Avvallari odamlar yangi yilni ko'proq bayram sifatida qabul qilardi. Uy yig'ishtiriladi, dasturxon yoziladi, qarindosh urug' bilan ko'rishiladi, bolalarga sovg'a olinadi, televizorda konsert ko'riladi. Albatta bularning hammasi yaxshi. Bayram odamning ko'nglini ko'taradi, oila a'zolarini bir joyga jamlaydi, mehr-oqibatni mustahkamlaydi. Lekin hayot o'zgardi. Bugungi kunda yangi yil faqat quvonch emas, balki mas'uliyat hamdir. Nima o'zgardi? Birinchidan, xarajatlar ko'paydi. Oldin bitta oilaning bayram dasturxoniga ketadigan pul nisbatan ancha sodda bo'lgan. Hozir esa oziq-ovqat, kiyim-kechak, transport, sovg'a, telefon, internet, kommunal to'lovlar, dori-darmon, maktab va bog'cha xarajatlari hammasi bir-biriga ulanib ketgan. Masalan, 5 kishilik oddiy oila bayram oldidan faqat oziq-ovqat va mehmon kutishga 1 million so'mdan 3 million so'mgacha sarflab yuborishi mumkin. Agar bunga bolalarga sovg'a, yangi kiyim, qarindoshlarga borish kelish, taksi yoki yo'l xarajatlari qo'shilsa, summa 5 million so'mgacha chiqib ketishi hech gap emas. Ikkinchidan, odamlarning moliyaviy majburiyatlari ko'paydi. Hozir ko'pchilikda kredit bor, muddatli to'lov bor, bank kartasida qarz bor, onlayn xaridlar bor. Bayram arafasida odam kayfiyat bilan kerak bo'lmagan narsani ham sotib oladi. Bir marta keladi-ku yangi yil deb o'ylaydi. Lekin yanvar oyining ikkinchi yarmida oylik kechiksa yoki ish kamaysa, o'sha xaridlar og'ir yuk bo'lib qaytadi. Uchinchidan, sog'liq masalasi ham o'zgardi. Bayram kunlari ko'p ovqat yeyish, shirinlik, yog'li taom, gazli ichimlik, kam harakat, uyqu tartibining buzilishi ko'plab odamlarda bosim, oshqozon og'rig'i, qand miqdorining o'shishi, yurak bezovtali kabi muammolarni keltirib chiqaradi. Ayniqsa qirdim yoshdan oshganlar, qandli diabeti borlar, qon bosimi yuqori yuradiganlar, yurak-qon, tomir kasalligi bo'lganlar bayramda ehtiyot bo'lishi shart. To'rtinchidan, bugun axborot juda ko'p. Ijtimoiy tarmoqlarda hamma o'z hayotining chiroyli tomonini ko'rsatadi. Kimdir katta dasturxon, kimdir qimmat sovg'a, kimdir chet eldagi sayohatini ko'rsatadi. Buni ko'rgan oddiy odam o'zini qanday his qilishi mumkin? Men shuni ochiq aytaman. Yangi yil baxti dasturxonning qimmatligi bilan o'lchanmaydi. Baxtli 2026 yil avvalo tinchlik, sog'lik, halol mehnat, oiladagi mehr va to'g'ri rejalardan boshlanadi. Men 2026 yilga kirishda har bir tomoshabin 3 ta asosiy savolga javob berishni istardim. Birinchi savol: mening oilamning haqiqiy moliyaviy ahvoli qanday? Ikkinchi savol: sog'lig'im bo'yicha qaysi xavflarni e'tiborsiz qoldiryapman? Uchinchi savol: bu yil men nimani aniq o'zgartirmoqchiman? Moliyadan boshlaymiz. Ko'p oilalarda muammo pul kamligida emas, pulning hisob qilinmasligida. Masalan, bir oilada oyiga 5 million so'm topadi, ayol 2 million so'm qo'shimcha daromad qiladi. Umumiy kirim 7 million so'm. Agar ular oy boshida 2 million so'm oziq-ovqatga, 800 ming so'm kommunal va internetga, 1 million so'm bolalar xarajatiga, 1 million so'm kreditga, 700 ming so'm transportga, 500 ming so'm dori yoki favqulodda xarajatlarga ketishni yozib chiqsa, qo'lda qancha pul qolishi aniq ko'rinadi. Lekin yozilmasa, 7 million so'm ham qayerga ketgani bilinmaydigan pulga aylanadi. Kim xavotir olishi kerak? Agar sizda 3 oydan ortiq davom etayotgan qarz bo'lsa, har oylikdan oldin pul tugab qolsa, kreditni kredit bilan yopayotgan bo'lsangiz, bayram xarajatlari uchun qarz olgan bo'lsangiz,
Siz 2026 yil boshdanoq moliyaviy tartib o'rnatishingiz kerak. Bu uyat emas. Aksincha, vaqtda tan olish aqlli odamning belgisi. Eng xavfli holat muammoni yashirish. Bir ilojini qilamiz deb yurish ko'pincha qarzni ko'paytiradi. Kim unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizda kamida 2-3 oylik xarajatga yetadigan zaxira pul bo'lsa, qarzlaringiz nazoratda bo'lsa, oila a'zolaringiz bilan pul masalasida ochiq gaplashsangiz, har oy kirim chiqimni yozsangiz, siz to'g'ri yo'ldasiz. Lekin baribir 2026 yil uchun reja kerak. Chunki narxlar, ish sharoiti, sog'liq holati, farzandlarning ehtiyojlari o'zgarishi mumkin. Keling, real hayotiy misol olaylik. Toshkent viloyatida yashaydigan 4 kishilik oilani tasavvur qiling. Ota haydovchi oyiga o'rtacha 6 million so'm topadi. Ona uyda tikuvchilik qiladi, oyiga 20 million so'm atrofida daromad qiladi. 2 farzand maktabda o'qiydi. Bu oilaning umumiy kirimi 7 million so'm. Agar ular yil boshida bolalarning maktab xarajatlari, qishki kiyim, kommunal to'lov, oziq-ovqat, transport, dori-darmon, bayramdan keyingi qarindoshchilik xarajatlarini hisobga olmasa, yanvar oxiriga borib 2 million so'm qarzga kirib qolishi mumkin. Lekin oldindan reja qilsa, masalan, bayram dasturxoniga limitni ilk 2 million so'm qilib belgilasa, sovg'ani qimmat emas, foydali narsadan tanlasa, taksi o'rniga jamoat transportidan foydalansa, kamida 50 million so'mni tejaydi. Yana bir misol, chet elda ishlayotgan yurtdoshimiz bor. U oyiga $800 topadi, uyiga $500 yuboradi. Yangi yil arafasida oilasi bolalarga telefon olaylik, uyga yangi televizor olaylik, qarindoshlarga sovg'a qilaylik deb so'raydi. Albatta chetda ishlayotgan odam oilasini xursand qilishni xohlaydi. Lekin men bunday vaziyatda bir narsani maslahat beraman. Avvalo uyda aniq ehtiyoj bormi yoki shunchaki ko'rinish uchun xarajatmi? Shuni ajrating. Agar bolaga o'qish uchun telefon kerak bo'lsa, bu investitsiya bo'lishi mumkin. Lekin faqat boshqalardan qolishmaslik uchun qimmat telefon olish keyingi oylarda bosimga aylanadi. Sog'liq bo'yicha ham xuddi shunday. Yangi yil dasturxonida hamma narsa aralashadi. Osh, go'sht, salat, shirinlik, meva, ichimlik. Oshqozon esa bayramni tushunmaydi. Unga haddan tashqari yuklama tushsa, javob beradi. Agar sizda qon bosimi bo'lsa, tuzli taomni ko'paytirmang. Agar qandli diabet bo'lsa, bugun bayram. Bir kun hech narsa qilmaydi deb shirinlikni ko'paytirish xavfli. Bir kunlik beparvolik ba'zan bir haftalik davolanishga sabab bo'ladi. Agar oilada keksa ota-ona bo'lsa, ularning dori ichish vaqti, qon bosimi, issiq sovuqdan saqlanishi. Ko'p charchamasligi nazorat qilinishi kerak. Yoshlar uchun alohida gapirmoqchiman. 2026 yil siz uchun katta imkoniyatlar yili bo'lishi mumkin. Lekin imkoniyat o'zidan o'zi kelmaydi. Til o'rganish, kasb o'rganish, hunar egallash. Kompyuter savodxonligi, sun'iy intellektdan foydalanish, onlayn ishlar, xizmat ko'rsatish, ustachilik, dizayn, savdo, marketing, bularning hammasi bugun real daromad manbai bo'la oladi. Lekin faqat telefonda vaqt o'tkazib, boshqalarning hayotini tomosha qilish bilan hech narsa o'zgarmaydi. Men yoshlarga shuni aytaman. 2026 yilda hech bo'lmasa bitta ko'nikmani pul topadigan darajaga olib chiqing. Masalan, ingliz tilini boshlang'ichdan o'rta darajaga olib chiqish, tikuvchilikni buyurtma oladigan darajaga yetkazish, kompyuterda hujjat tayyorlashni o'rganish. Santexnika yoki elektr ishlarida shogird tushish, bularning har biri hayotingizni o'zgartirishi mumkin. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi xato, yangi yilni qarz bilan boshlashni odatiy hol deb qabul qilish. Hamma qarz oladi, bayramda bo'ladi-da, keyin to'lab yuboramiz degan gaplar juda xavfli. Chunki qarz ruhiy bosim beradi. Odam hali pul topmasidan uni qayerga berishni o'ylab turadi. Bu esa oiladagi asabiylikni oshiradi. Er-xotin o'rtasida gap ko'payadi, bolalarga baqirish holatlari ortadi, odam ishda ham xotirjam bo'la olmaydi. Ikkinchi xato, bolalarga mehrni faqat sovg'a bilan ko'rsatish. Albatta bolaga sovg'a kerak, lekin bolaning eng katta ehtiyoji qimmat o'yinchoq emas, ota-onaning e'tibori. 300 ming so'mlik sovg'a olib berib, keyin unga vaqt ajratmasangiz, bola baribir ichida bo'shlik his qiladi. Aksincha, oddiy sovg'a, birga o'ynash, birga kitob o'qish, sayr qilish, bolani tinglash uning xotirasida ko'proq qoladi. Shuning uchun men ota-onalarga aytaman. 2026 yilni bolangiz bilan suhbatdan boshlang. Undan so'rang, bu yil nimani o'rganmoqchisan, nimadan qo'rqyapsan, maktabda senga nima qiyin, men senga qanday yordam beray. Uchinchi xato, ijtimoiy tarmoqlardagi solishtirish. Kimdir yangi yilni restoranda kutdi, kimdir Dubayda, kimdir tog'da, kimdir katta uyda.
Siz esa uyda oddiy dasturxon atrofida o'tirgan bo'lishingiz mumkin. Bu yomon emas. Hech kimning baxti rasmdagi ko'rinish bilan o'lchanmaydi. Ko'p odamlar suratga baxtli chiqadi, lekin ichida muammosi bo'lishi mumkin. Sizning vazifangiz boshqalar bilan musobaqalash emas, o'z oilangizni tinch, sog'lom va barqaror qilish. 4-chi nozik masala bayram kunlaridagi xavfsizlik. Elektr chiroqlari, isitgichlar, gaz plitalari, pirotexnika bolalarning nazoratisiz qolishi juda katta xavf tug'diradi. Har yili bayram kunlari yong'in, kuyish, gazdan zaharlanish, yo'l transport hodisalari bilan bog'liq holatlar uchraydi. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Men sizni ogoh qilish uchun aytyapman. Archa chiroqlarni kechasi yo'q qilgan holda qoldirmang. Nosoz uzaytirgichdan foydalanmang. Bolalarga petarda bermang. Gaz plitasi yonida sochiq qog'oz, plastmassa buyumlarni qoldirmang. Uyda keksa odam yoki yosh bola bo'lsa, isitish moslamalarini alohida nazorat qiling. 5-chi masala hujjatlar va rasmiy ishlarni yil boshida tartibga keltirish. Ko'pchilik pasport muddati, haydovchilik guvohnomasi, sug'urta, bank kartasi, kredit shartnomasi, ijara hujjati, ish shartnomasi. Bolalarning maktab yoki bog'cha hujjatlarini oxirgi daqiqagacha unutadi. Keyin kerak bo'lganda yugur boshlanadi. 2026 yilni tartibli boshlamoqchi bo'lsangiz, hujjatlarni tekshiring. Muddati tugagan yoki tugashga yaqin hujjat bo'lsa, hozirdan chora ko'ring. 6-chi nuans niyat bilan rejaning farqi. Bu yil ko'proq pul topaman, ozaman, uy olaman, til o'rganaman, biznes boshlayman. Bular niyat. Reja esa boshqacha bo'ladi. Masalan, yanvar oyidan boshlab har kuni 30 daqiqa ingliz tili o'rganaman. Mart oyigacha 500 ta so'z yodlayman, iyungacha oddiy suhbat qila oladigan darajaga chiqaman. Mana bu reja. Yoki har oy daromadimning 10%ni alohida kartaga yig'aman. 12 oyda kamida 6 million so'm zaxira qilaman. Mana bu ham reja. Aniq raqam, aniq muddat, aniq harakat bo'lmasa, niyat havoda qolib ketadi. Endi eng kerakli qism. Bugundan boshlab nima qilish kerak? Men sizga oddiy, lekin juda samarali qadamlarni beraman. Birinchi qadam, oilaviy moliyaviy ro'yxat tuzing. Oddiy daftar oling yoki telefoningizdagi eslatmaga yozing. Bir tomonga oylik daromadlarni yozing. Ish haq, qo'shimcha daromad, chetdan keladigan pul, ijara yoki boshqa tushumlar. Ikkinchi tomonga majburiy xarajatlarni yozing. Oziq-ovqat, kommunal, kredit, transport, maktab, bog'cha, dori, aloqa, internet. Uchinchi bo'limga majburiy bo'lma xarajatlarni yozing. Restoran, ortiqcha kiyim, qimmat sovg'a, keraksiz onlayn xaridlar. Shunda pul qayerga ketayotganini ko'rasiz. Ikkinchi qadam, qarzlar xaritasini tuzing. Kimdan qancha qarzingiz bor? Bankka qancha to'lashingiz kerak? Foizi qancha? Muddati qachon? Kechiksa jarima bormi? Barchasini yozing. Agar bir nechta qarz bo'lsa, eng xavflisini birinchi yoping. Foizi yuqori. Jarimasi katta yoki munosabatni buzishi mumkin bo'lgan qarzlar birinchi o'rinda turadi. Agar to'lay olmasangiz, yashirinmang. Bank yoki qarz bergan odam bilan oldindan gaplashing, jadval tuzing. Kechikib telefonni ko'tarmay yurish vaziyatni og'irlashtiradi. 3-chi qadam, favqulodda zaxira yarating. Har oy katta pul ajratish shart emas. Hatto 100 ming so'mdan boshlasangiz ham bo'ladi. Muhimi zaxira alohida turishi kerak. Uni bayramga, kiyimga, mehmonchilikka ishlatmang. Bu pul kasallik, ish to'xtashi, yo'l xarajati, zazardor yoki kutilmagan holat uchun kerak. Agar oilada 5 million so'm oylik xarajat bo'lsa, ideal holatda kamida 10-15 million so'm zaxira bo'lishi yaxshi. Lekin boshida 1 million so'm yig'ish ham katta qadam. 4-chi qadam, sog'liq bo'yicha tekshiruv rejasini tuzing. Agar 35 yoshdan oshgan bo'lsangiz, qon bosimini o'lchab boring. Agar vazningiz ortib ketgan bo'lsa, qon miqdorini tekshirtiring. Agar tez charchasangiz, yurak urishi bezovta qilsa, nafas qisishi bo'lsa, shifokorga boring. O'tib ketadi deb yurish eng katta xato. Kasallik erta aniqlansa, davolash osonroq va arzonroq bo'ladi. Oilada keksa ota-onangiz bo'lsa, ularning dorilarini, retseptlarini shifokor ko'rigini alohida ro'yxat qiling. 5-chi qadam, hujjatlar papkasini tayyorlang. Pasport yoki ID karta nusxasi, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, uy hujjatlari, ijara shartnomasi, bank shartnomalari, sug'urta, diplom, sertifikatlar, tibbiy hujjatlar, bularni bir joyga jamlang. Telefoningizda ham skaner qilingan nusxalarini saqlang. Zarurat bo'lganda bitta hujjatni topish uchun butun uyni ag'darish shart bo'lmaydi. 6-chi qadam, 2026 yil uchun 3 ta asosiy maqsad belgilang. Ko'p maqsad qo'ymang. Birinchi maqsad qarzni hadmay foizga kamaytirish. Ikkinchi maqsad yangi kasb yoki ko'nikma o'rganish.
Uchinchi maqsad sog'liqni tiklash, vaznni me'yorga keltirish yoki sportni boshlash. Har bir maqsadga oyma-oy kichik vazifa yozing. Yanvarda boshlang, fevralda tekshiring, martda tuzating. Reja tirik bo'lishi kerak. Qog'ozda qolib ketmasligi kerak. 7-qadam oilaviy suhbat qiling. Yangi yilning eng foydali odatlaridan biri oilada tinch o'tirib gaplashish. Kim nimadan xavotirda, kim nimani xohlaydi, qaysi xarajatlarni kamaytiramiz, bolalarga qanday yordam beramiz, ota-onamizga qanday e'tibor qilamiz, uyda kim qaysi mas'uliyatni oladi, bularni gaplashib olish kerak. Ko'p janjallar pul yo'qligidan emas, kelishuv yo'qligidan chiqadi. 8-qadam axborot gigiyenasini yo'lga qo'ying. Har kuni ijtimoiy tarmoqda soatlab o'tirish hayotni yaxshilamaydi. Aksincha, kayfiyatni buzadi, vaqtni oladi, keraksiz xaridga undaydi. 2026 yilda o'zingizga qo'yda qo'ying. Telefon menga xizmat qiladi, men telefonga emas. Foydali kanallarni kuzating, kasbga oid videolar ko'ring. Keraksiz bahs va g'iybatlardan uzoqroq bo'ling. 9-qadam. Bolalar va yoshlar uchun ta'lim jamg'armasi boshlang. Har oy 20 ming so'm bo'lsa ham alohida yig'ing. Kitob, kurs, sport, til o'rganish. Kompyuter savodxonligi uchun sarflangan pul ko'pincha eng foydali investitsiya bo'ladi. Bugun bolaga berilgan bilim ertaga butun oilaning tayanchiga aylanishi mumkin. 10-qadam. Niyatni duoga, duoni harakatga ulang. Bizning xalqimizda niyat, duo, ota-ona roziligi, halollik juda katta qadriyat. Lekin duo bilan birga harakat ham bo'lishi kerak. Halol mehnat, tartib, sabr, ilm, hisob-kitob, mas'uliyat, bular baraka eshiklarini ochadi. Men 2026 yilda har bir yurtdoshimiz aynan shuni his qilishini istayman. Hayot o'zgarishi uchun ulkan mo'jiza kutish shart emas. Har kuni kichik to'g'ri qadamlar tashlash kifoya. Azizlarim, yana bir bor barchangizni yangi yil bilan tabriklayman. 2026 yil yurtimizga tinchlik, xonadonlarimizga fayz baraka, farzandlarimizga ilm, ota-onalarimizga sog'lik, yoshlarimizga imkoniyat, mehnatkash xalqimizga halol daromad olib kelsin. Lekin esda tuting, baxtli yil faqat tilak bilan emas, to'g'ri reja, sog'lom qaror, ehtiyotkorlik va birlik bilan quriladi. Bugun men sizga eng muhim fikrlarni aytdim. Bayram xarajatini nazorat qiling. Qarzga ehtiyot bo'ling, sog'liqni e'tiborsiz qoldirmang, hujjatlarni tartibga keltiring, bolalarga vaqt ajrating. Ijtimoiy tarmoqlardagi solishtirishlarga aldanmang va 2026 yil uchun aniq maqsadlar belgilang. Endi sizdan so'rayman, 2026 yil uchun eng katta maqsadingiz nima? Qaysi odatni tashlamoqchisiz? Qaysi yangi ishni boshlamoqchisiz? Fikringizni kommentariyada yozing. Balki sizning yozgan gapingiz boshqa bir insonga kuch berar. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Yangi yil muborak bo'lsin. Aziz xalqim, barchamizga baxtli, barakali va yorug' 2026 yil nasib qilsin.